Azamat, bu topgan ishingga oyog'im tortmayapti, jo'ra. Usta bu bir ishga oyog'ingiz tortmaydi, bir ishga ko'nglingiz tortmaydi, ha? Torti yaramanda hozir shu gapingga. Qani? Bu yoqqa. Ustalar, mana shu obyektni bitirishimiz kerak. O'tgan safar ustalar qilolmay chala tashlab qochib ketdi-da. Oldingi safar chala tashlab ketgan joyimiz emasmi bu? Xabarim yo'q lekin usta bu. Nima? Yo, noinsof ustalar ko'payib ketganda. Ishni birinchi nimadan boshlaysizlar? Ishni birinchi shu obeddan boshlaymiz. Endi soat 9 bo'ldi-ku. Biz sahar 4 ga turganmiz-a. 9 bizlar uchun obedda. Usta bu shpakilovka qilishni bilasizmi? Jo'ra, nima deganingiz bu? Doktorlar aytadi, shu tug'ilgan paytim borku, o'yinchoq o'ynamaganman. Bir qo'limga mana shu kashini bakalashga kelsa, ikkinchi qo'limga shpatil bo'lgan. Ya gap yo'q lekin ustol darg'alar ekansiz-da. Azamat. Bu loy o'zi shu devorlikmi, nima o'xshamayapti? Usta bolalar qormaylash bo'lyaptimi? Ha, ishlayapmiz. Bu loyni kim qildi? Azamat. U Azamat loy qilishni biladimi o'zi? Ha, staji katta buni. Loy qilsa ham shu qottirib qo'yadi. Haqiqatdan ham lekin loyni qottirib qo'yibdi. Yo'q. Ha mana. Qanaqa loy qilding, Azamat? Rodban bilan yasalman deb albastr bilan yasab qo'yma, usta bu qotib qolibdi-da. Endi qayerga yuramiz loyni? Loyda endi jo'ra. Loy